Assalomu alaykum. Bugun amaliyotdan bitta case gapirib bersam, qabulimizga ayol keldilar, yig'lab keldilar. Hech qanday shikoyatlari yo'q, lekin u ayol donor bo'lish kerak. O'z ukasiga jigarini berish kerak. Operatsiyaga olishga xirurglar qo'rqyapti, chunki bu ayolda trombositlarning soni juda ham past. Gematologiya markaziga borganlar, vrachlar to'liq qonlarini tekshirib, aytishgan bitta qon kasalligi yo'q. Viruslarga tekshiring deb bizga yuborishgan. Tekshiruv o'tkazganimizda bu ayolning qonida 6000 dan yuqori Epstein-Barr virusi aniqlangan. Keyin adabiyotni o'rganganimizda shu holat yozilgan, Epstein-Barr virusi trombositlarni kamaytirib yuborishi ham mumkin ekan. Endi bu ayolga biz virusni davolaymiz, kutamiz trombositlari o'sishini va xudo xolasa ukalariga yordam tariqasida jigarlarini ham beradilar va ikkita odam sog'lom bo'lib ketadi degan umid qilamiz. Shunaqa holatlar ham uchraydi. Ikkinchi bemorimiz kelgan noma'lum sababli anemiya, ya'ni gemoglobin 58-60 dan yuqoriga ko'tarilmaydi. Qon kasalliklarini davolaydigan shifokor ham o'z kasallikni inkor qilgan. Bu bizning kasalligimiz emas, infeksiya qidiringlar deb bizga yuborishgan. U erkakda ham Epstein-Barr virusi aniqlangan. Biz unga davolashga dorilar buyurganmiz va 2 haftada bu erkakda gemoglobin 58 dan 98 gacha ko'tarilgan. Bu bizning davolashimizning samarasi deb bilamiz. Qon ko'paytiradigan dori bermaganmiz, faqat virusga qarshi davo berganimizda shunaqa yaxshi natijaga erishganmiz va bu erkakda kuchli holsizlik, charchoq degan simptomlari bartaraf etilgan va bular aytardilar, 10 qadam yursam o'tirib dam olardim. 2 qadam zinadan ko'tarilsam o'tirib dam olardim. Shu davodan keyin bu hamma simptomlar bartaraf bo'lgan. Agar sizda noma'lum sababli anemiya, ya'ni kamqonlik bo'ladigan bo'lsa yoki sababsiz isitma bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilinglar, sababini topib davolashga harakat qilamiz. Bemorlar savol berishadi, bu virusdan to'liq qutulamizmi? Davolaganinizdan keyin organizmdan virus chiqib ketadimi degan savol berishadi. Bu viruslar odam bilan birga umrbod yashaydi. Yoshlikda yuqtiriladi. Yoshlikda yuqtirganda o'tkir kasallik bo'lishi mumkin. Ya'ni biz buni infeksion mononukleoz deymiz. Isitma baland bo'ladi, tomoqda yiring yig'iladi, limfa bezlari shishib ketgan bo'ladi. Hattoki jigarda jigar fermentlari ALT, AST, bilirurbin oshishi mumkin. Taloq kattalashishi mumkin, toshma toshishi mumkin. Bu holat 7 kun, 10 kun, 15 kunda orqaga qaytadi, bola tuzaldi deb shifoxonadan chiqadi. Lekin tuzalgani bilan klinik belgilari yo'q bo'ladi. Lekin qonda, so'lakda yoki qon hujayralarining ichida virus saqlanib qolishi mumkin va shu saqlangan virus sekin asta yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Yoki qonda aylanib yurib muammo chaqirishi mumkin. Bu nima muammo bo'ladi? Sababsiz isitma bo'lishi mumkin, charchoq bo'lishi mumkin, bolalarda tez-tez shamollash bo'lishi mumkin. Biz buni tekshirib, qaysi suyuqlikda aniqlanishini biz bilib, o'shanga qarshi terapiya o'tkazamiz. Biz organizmdan, odam tanasidan virusni to'liq chiqazib ololmaymiz. Bu virus biz bilan yashaydi, lekin viruslar limfa tugunlarda saqlanib qoladi. Limfa tugunlarda virus ko'payib, keyin qonga chiqishi mumkin va kasallik chaqirishi mumkin. Agar virusning miqdori kam bo'lib, immunitetimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu viruslar limfa tugunida saqlanadi umrbod. Hozirgi kunda biz ilmiy tadqiqot olib boryapmiz va 6 yoshdan katta bo'lgan bolalarda va kattalarda shu viruslarni aniqlash imkoni, bepul aniqlash va davolash imkoniyati bor. Agar sizda sababsiz isitma bo'lsa, 1 oydan ko'p sababsiz isitma bo'lsa yoki limfa bezlari kattalashgan bo'lsa, siz murojaat qilishingiz mumkin va biz bepul uni tekshirib beramiz va davolash uchun ham virusga qarshi preparat ham buyuramiz. Murojaat qilinglar, yordam berishga tayyormiz.